What? What? Kel, olib kelinglar. So'qu yana kelibdim, hozir boplayman. Tur, nima san bakka o'tirib olding? Tur, bu mehmonlar joyi. Tur, san joying tashqarida. Qo'y o'qatdi. Tur. Yur. Mana san joying, mana yerda. G'ashta o'tirib tur, men senga ovqat olib kelaman. O'tir. Turib tur. Mana senga, sen yaxshi ko'rgan ovqat. Mana, och og'zingni. Och. Do'stim, yaxshi qilmadingiz hozir. Aralash, men siz. To'xtab turing, sizni xudo mashina odamni unda qilib qo'yish ham mumkin edi. Qarg'ab ketdi ko'rdim. Allohga duosi yetib bormasdan turib borib, tavbangizni qilib kechirmay so'rab qo'ying. Ketib qolmadim ekan. Uka, meni kechirgin. Kechir olsang, kechir meni. Nima qilsam meni kechirasan? Nima bersam kechirasan? Yur uka, men seni kiyintirib qo'yaman. Yur, magazinga bor, kiyintirib qo'yaman. Jon uka, meni kechirgin. Kechir. Yur uka, xudo xolasa senga zo'r kiyimni olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan qalaysiz? Uka, mana shu bolaga boshdan oyoq turetskiy kiyimlardan beri yaxshilaridan. Xursand bo'lib qolsin. Qarang, so'qib odam ekan. Men bu bolani dilini ortib qo'ydim bilmasdan. Endi ko'ngli ko'taradi va tela olib keldim. Tanlab bering. Shim, ko'ylak, poyabzal. Vallahi aka, hozirgi kunda eng yaxshi sotayotganimiz nimasi ko'jinli, suzamish, oyoq kiyimlarimiz. Senga. Bitta shimam bering. Eng yaxshimizni. Shimni ham achinga mos beraveramanda. Shim meni olib tarog'i. Buni ham kiyib ko'rasiz. Senga bitta ko'ylak ham bering. Xo'p. Buni ham kiyib ko'rasiz. Azbarkamiz bari. Bo'ldi, yur ketdik. Yur. Azbarka bari. Bular necha pul bo'ldi endi? Vallahi aka, xudo xolasa, oyoq kiyimlari bizni brendimiz nomidan hadiya. Xo'p, ko'ylak bilan shimga bersalar ham bo'ladi. Shim bilan ko'ylaklar oxirgi narxlari sizlarga 340 ming so'm beramiz. Ko'ylak 150 ming so'm, shimlari 190 ming so'm bo'ladi aka. Bo'ldi. Poyabzalingiz necha pul? Poyabzal bo'ldi, hadiya bo'ldi aka, xudo xolasa aka. Alloh rozi bo'lsin. Aka, qabul aka. Yo'qdimi?